Obunachilar hozirgi kunga Malibu rulga sporni vaziyat bo'lib qoldi. Original bilan Xitoyda ajratib bo'lmaydi. Original bilan Xitoyda ajratib beraman tekinga qaranglar. Kommentariya mendan oldin harakat qilib ko'ring. Chapdagi originalmi, o'ngdagi originalmi? Mana ketdi. Ikkalasini ham ko'rsatib. Ikkalasini ham dizayni bir xil chiqqan. Endi hozir oddiygina qilib ko'rsataman. Chap tarafdagi bir taraflama og'irroq, hamma narsasini bir xil chiqarib qo'ygan. Orqasini shuni olib qarasangiz, mana shu plastik lider qo'ygan shtrix kodi bor. Bunda shtrix kodi yo'q. Shuning uchun sizga qaytar aytaman. Original Xitoy deb gapirmanglar. Xitoy hammasini chiqarib yorib qo'ydi. Ozroq vaqt o'tgandan keyin hammalaringiz Malibu rul qo'ymoqchi bo'lsanglar, Xitoyni qo'yasizlar. Chunki original bilan Xitoyda manaman degani ham kelib ajratib bera olmaydi. Bizga o'xshagan savdogarlar ham choy ichib qoladi. Trekker 2 rullarimiz Malibu original ko'rsatib ketdi. Trekker 2 Mers boshqachasi yaqinroq olib kelib ko'rsatib. Marvel rol so'raganlar uchun Marvel rolimiz tugagan qorasidan olib kelib qo'ydik. Xo'p, Inamarka BYD Inamarka rolda Start Stop Please elektromobillarnikidan bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana bu yetimchani qaranglar. O'rnasini emsan. O'sha savol, sizga Mersmi, BMWmi? Menga BMW yoqadi. Siz bilan ishim yo'q. Xo'sh, yaqinroq kelin. Bu Malibu 2, bu Trekkerga o'xshagan, xullas mana bu o'xshagan yana rollarimiz bor. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzil o'sha Qarshi shahar, Osiyo bozor 117-do'kon. Sizni kutib qolamiz. Sog' sharoit, omon sharoit.